amaliyotda qo'llayotgan ushbu metodimiz tinglovchilar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni jiddiylashtirib, o'sha belgilangan vazifa doirasida o'z guruh nomlarini yozish kerak bo'ladi va bu yerda asosiy vazifa guruh a'zolari o'sha so'zni chiqarayotgan jarayonda bir-birlarini to'g'ri tushunishlari va to'g'ri harakat qilishlari talab qilinadi va bu narsa hamkorlikni yanada rivojlantiradi. Bu metodni qo'llashdan avval sizlarga bitta topshiriq bo'ladi. Qisqa daqiqalar ichida menga o'z guruh nomlaringizni e'lon qilishingiz kerak bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsalaringiz, bitta markerga 6 ta ip bog'langan. Bu degani guruhning 6 ta ishtirokchisi 6 ta tomondan turgan holda o'z guruh nomlarini yozish kerak bo'ladi. Va bu jarayonda bizga nima kerak bo'ladi? Hamkorlikda o'zaro bir-birini tushungan holda amalga oshirdi.